Obunachilar savdo bo'layotgan joydan so'ragan akalarimiz uchun mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon bozoriga yetib kelganmiz. Bu yerdan yosh buqa va buqachalar narxini olib berishga harakat qilamiz. Qaysi biri savdo bo'lyapti? Qancha bo'lyapti savdosi? 13 million 200 ming so'mga akalar. Tim qorani savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1.5 plus atrofida. 13 million 200 ming so'mga akalar savdosi bo'lib turgan joyi. Qanchaga beraman deyapsiz? Qani bo'lmasa akalar bugungi videomizni boshladik. Qancha deyapsiz bularda? Mash qancha? 15 million so'm kam. Bozor qancha qilyapti? 14 million so'm akalar savdosi bo'lyapti ekan mashina. Qorasini qancha deyapsiz? 16 kami bor. Bozor qancha qildi buni? Telefon nomerlari qolsamizmi? 50 lar 730 82 87 aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang narxlarni kelishtirib berishadi. Qancha deyapsiz buni? 15,5 mingdan ushtasi. Bozor qancha qilyapti? 14 million so'mdan akalar savdosi bo'lyapti ekan. Bo'lyaptimi? Charchab qolmang. Rustamjon o'zim shayda xizmat qilar. 14 million 500 ming so'mdan akalar savdosi ham bo'lyapti ekan. Bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oyoq qo'llari polvon variantlari narxlari o'ta qulay. Shohidon bozoridan narxlar keskin holda tushmoqda. Akalar videoda oxirigacha ko'rib kanalimizga bittadan like bosib, obunani bosib qo'ysalang, videoda do'stlarga foydalisiya qilib qo'ysalang, narxlarni bir qator olib berishga harakat qilamiz. Akalarimiz sal ham savdo qilmoqda. Bo'ldi, kelishtirib bering, tog'a ertalabdi. Aka, qaramang shuni. Bozorda o'tkazibmiz. Bozorda o'tkazibmiz. Qancha deyapsiz buni? Qancha deyapsiz? Egasi yo'q ekan akalar. Hamma bo'lmasa bugungi o'sha qo'ydi puliga buzilgan akalarimiz uchun mayda buzil deysam, katta buzil deysam, hammasini bir boshqatdan bularning narx-navolarni olib berishga harakat qilamiz. Ular qancha deyapsiz? 30. Kami bor. Bozor qancha qildi? 30 million so'mga akalar kami bor ekan. Bo'ylari 1 metr plus 1.5 atrofida chiqib qoladi bo'ylari. Yevichi garantiya. Telefon nomerlari qolsamizmi? Telefon nomer 33 932 65 65. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, dastavkalarni qilib beriladi-ya. Dastavkalarni qilib beriladi. Kelishilgan holda dastavkalari bor akalar. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang bo'ldi. Narxlarni kelishtirib berishadi. Qancha bo'ldi? 13 million 500 ming so'mga akalarni sotilibdi. Qora buqachamiz. Baraka bo'ldimi? 13 million 500 ming so'mga akalar hozirgi qora buqamiz barakasi bo'pti. Hamma bo'lmasa ana endi bulardi. Mayda buqacha so'ragan akalarimiz uchun mayda buqalarni bir qator narx-navolarni bilib berishga harakat qilamiz. Qancha deyapsiz buni? Qancha deyapsiz? 14 kami bor. Bozor qancha qildi? 12 million 500 ming so'mga akalar mana savdosi bo'pti. Oyoq qo'llari polvon, bo'ylari 1 metr yonib yeri. Sifatli variantidan so'ragan akalarimiz uchun. Qancha deyapsiz buni? 17 kam bor. Bozor qancha qildi? Akalar savdosi bo'lmoqda. 17 million kamga ayirga o'tib beriladi. Qancha deyapsiz buni? 14 million kam bor. 14 million kami bor. Bozor qancha qilyapti? 12 million so'mga akalar savdosi bo'lyapti ekan. Buni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1 metr plus atrofida chiqib qoladi. Qancha deyapsizlar buni? 14 kami. Bozor qancha qildi, ochibo? 12 million so'mga akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Ola variantidan so'ragan akalarimiz uchun bo'ylari 1 plus chiqib qoladi. Ola variantidan so'ragan akalar uchun. Qancha deyapsiz bularda? 13 kam bor deyapti. Ularda 13 milliondan kami bor. Bozor qancha qildi? 11,5 gacha akalar savdosi bo'lyapti ekan. Kimda kimga mana shunaqa buqalar kerak bo'lsa, masalamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shohidon chorva bozorida.
Qancha deyapsiz bularni? 12,5 dan kami bor. Bozor qancha qilyapti? 11,5 milliondan savdosi ham bo'lyapti ekan akalar bularda. Biri qora, biri sariq degan variantlarda. Telefon nomerlari qo'ysanizmi? 94 303 77 95 91. Akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring narxlarni kelishtirib berishadi. Kimda kimga ana shunaqa buqalar kerak bo'lsa aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring dastavkalarni qilib kelishilgan holda kelishtirib beriladi. Qancha deyapsizlar bularni? 12 deyapti. 12 milliondan kami bor. Bozor qancha qilyapti? 10 million oshyapti. 10 million ustiga yurishyapti. 10,5 ustida savdosi bo'lyapti ekan akalar. Narigisi kamroq savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1 metr plus 1 metr atrofida chiqib qoladi bo'ylari. Qancha deyapsiz bularda? 11 milliondan kami bor. Bozor qancha qildi? Akalar 10 million so'mdan ashlar savdosi bo'pti ekan. Bo'ylari 90 plus 90-95 atrofida. Beraman. Ular qancha deyapsiz? 13 milliondan kam bor ekan. Bozor qancha qilyapti? 23,5 Ha, shu jupiga savdo bo'libdi. Jupini 23 million 500 so'mga akalar savdosi bo'lyapti ekan. Aka yaxshi, yeb ichari. Ha, endi o'sha mayda biz so'ragan akalarimiz uchun bularni ham bir qator ko'rsatishni boshladik. Mana bundan boshla. Narx qanaqa bularda? Qancha deysiz? Aka mayda 10 milliondan 10 milliondan 13 million so'mgacha moli bor. Bularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shuhratos. Mana birinchisi. 10 million so'm. 10 million so'm kami bor. Qancha bu? Hop, 12 million. Akalar, o'sh. Bozor qancha qildi? Bozor har xil beryapti. Qanchadan qanchagacha? 10 million beryapti. 10 million 500 beryapti. 10 million 500 ming so'mdan akalar savdosi bo'lyapti ekan shular. Bo'ylari 1 metr plus chiqib qoladi. 1 metr 1.5 atrofida. Telefon nomerlari qo'ysamizmi? Ayting. 93 175 175 97 97 97. 97. Aytilgan raqamlarga akalar aloqaga chiqsalang, narxlarni kelishtirib dastavkalari bor-a? Dastavkalari bor. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, narxlarni kelishtirib dastavkalarni ham qilib berishadi. Kanalimizga bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Videomiz juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Shu dehqonlardan so'ragan akalar uchun qancha deyapsiz buni? 13 million kam bor. Bozor qancha qildi? 12 million so'mga akalar mashina savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1.5 1 metr atrofida chiqib qoladi. Telefon nomerlari qo'ysamizmi? 94 010 14 84. Akalar aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalang, narxlarni kelishtirib berishadi. Qancha deyapsiz buni? 10 deyapman aka. Qancha? 10 million kami bor. Bozor qancha qildi? 7 million 500 ming so'mga akalar mana shuni savdosi bo'lyapti ekan. Qo'ydi bu puliga bu qocha olaman degan akalarimiz. Manzilimiz Namangan viloyati Turoqron tumani Shohidon chorva bozoriga yetib kelganmiz. Bular qancha deyapsiz? 9 milliondan kami bor. Bozor qancha qildi? 10 million so'mdan savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.5 atrofida chiqib qoladi. Bular qancha deyapsiz, tova? Qancha? 12 million so'mdan akalar kami bor ekan. Bo'ylari 90 mil chiqib qoladi. Ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. O'sha xora variantidan so'ragan akalarimiz yetishdilar, zo'r variantlar. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Qanchadan beryapsiz? 15 million 200 so'mga akalar mashina savdosi bo'lib turgan joyi. 15 million 200 so'mga akamiz savdo qilyaptilar ekan. Qanchaga beraman dedingiz? 11 million so'mdan kami bor ekan akalar. Akamiz aytishlari. Ular qancha deyapsiz? 10 million kami. Bozor qancha qildi? 73 8 million ham qilyapti ekan, 7 million 300 ham qilyapti ekan. Holatiga qarab savdosi bo'lib turibdi ekan. Ular videomiz davomida xato va kamchiliklar
bo'lsa oldindan uzr so'raymiz sizga. Bugungi videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga bittadan like deb bosib, kanalimizni kuzatib boring bo'lsa. Katta bo'lgan deysizmi, yemga tayyor deysizmi? Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz hozir. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.